Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana oddiy devorga yopishyapmiz. Bu padmayak emas. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana devor qiyshiq. Ahamiyat bersangiz endi ustodan tushunasiz to'g'risi. Deyarli bilinmaydi. Uncha sal nimaroq. Bu burchak kesilgan. Ya'ni padmayakda kesmasa ham bo'ladi. Lekin padmayakka ham kesgan ma'qul deb maslahat beraman. Chunki yopishtirganingizda zo'r chiqadi va bir kun ikki kundan keyin buni tortishadi, dumaloq qoladi, bunaqacha bir dumaloq. O'shaning uchun unda ham kesish maslahat beraman. Mana ko'rasizlarmi? Mana gul to'g'ri kelmagan mana. Ups. Ko'rdingizmi? Endi shunchalik keltiryapmiz. Undan ortiq qilmayman to'g'risi. Undan ortiq qilmayman. Mana tepalari ham yaxshigina kelyapti. Mana gulduz azorlari ko'ryapsizlarmi? Mana gulduz azorlari bir xil kelyapti. U qisman menga ham bog'liq, eng asosan mana bunga bog'liq. Mana ko'ryapsizlarmi? Ilgari atpesda tortardik, atpesda o'ynardi. Mana Allohga shukr.